Dastavka uchun elektr velosiped qidiryapsizmi, lekin ko'nglingizga yoqadigani chiqmayaptimi? Ariqbuloq bozoridagi Dashraytning ofitsialniy dilerligi yoniga kelganman. Kelinglar kirib, narx-navosi va nima mahsulotlar borligini tanishib chiqamiz. Aka, moped kerak edi dastavka uchun. Dastavkalarni eng ishonchli bo'lgan texnikasi Dashrayt elektr velosipedlari bor. Bizlarda Plus tomoni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan birinchi bo'lib kirib keladi. Ofitsialniy dilersizlar. Albatta, ofitsialniy Plus servis sentri bor, garantiya beradi. Hop, bir oydan 3 oygacha garantiya sertifikat asosida bemalol prava talab qilinmaydi. Xarakteristikalarni qisqacha aytib bersangiz, necha kilometr yuradi, bitta zaryadkada qanchada to'ladi? 8 soat to'ldiradi. Akkumulyatorimiz bizada Yechiladigan akkumulyator ekan. Albatta, 60 ga 28 standart akkumulyator, to'liq quvvatda. Agar standart bo'yicha harakatlansa, firma Plus garantiya beradi. No'lagan dastavkalar o'zlari живой отзыв orqali aytishmoqda. 70-80 darajada bir xil 100 km yurganlar ham bor. Mana bu narsalar nima aka? Drift karmi shunda? Buni bitta olib chiqib ko'rsatib, haydab ko'rsa bo'ladimi aka? Iloji bormi? Test-drive qilib ko'rsatib beramiz. Mana ketdi do'stlar. Voy. Yo'q dedingiz, yo'q qotiratsiz yetkilash. Aynan qo'yadi shekilli bu. Ichidagi g'uborlarni chiqarishga zo'r narsa ekan. Ramasi baquvvat, bemalol 70-80 kg ham ko'taradi eng muhim top. Опасный, да? Okey. Necha kilosiz sizni ham ko'taryapsiz? 104 kilo. 104 kilo. 104 kilo vес ko'tarayotgan narsa yoshlar uchun emas, faqat yosh kattalar ham uchun ekan, desangiz to'g'rimi? 5 plus. Yosh bolalar uchun Ha. Bemalol. Narx masalasi bo'yicha agar mijozlarimiz qiziqadigan bo'lsa, ularni agar dona olishmoqchi bo'lsa, asosan marketplace'lar, ya'ni Uzum Market, Yandex, Iman, Alishop orqali donaga xarid qilsa bo'ladi. Qanaqa nima narsalari bo'ladi aka buni eng kamida aka? 5 tami, 10 tami? Minimaliy 10 tadan hisoblanadi, 10 tadan. Aha. Bundan tashqari tirsak, tizzalar uchun maxsus himoya vositasi bo'ladi, komplektda chiqadi. Bunaqa drift karlarni sotmoqchi bo'lsangiz, farzandlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz yoki ishga borib kelishga yoki oddiy qilib aytganda nonga, choyga chiqib kelishga, magazinlarga chiqib kelishga skuter olmoqchi bo'lsangiz yoki elektr velosiped olmoqchi bo'lsangiz, dastlabki telefon raqamingiz 93 686 56. Do'konligingiz qayerda joylashgan deganlar uchun Ariqbuloq savdo majmuasining ichida Y3